Külyapatgan kim, küldürüpatgançı? Abdori Abduvali Ayub. Ayalımның 6 yıl burunqı bir gepi helimi esimde. Mən tutulup ketken gündün başlap birer aygıtça. Biçarıgı bir adamның külküsümü sət körüngen işken. Mağımı mən qamaqdan çıqqanda toy tartıp manğan yaşla qiyqas çoqqan çıqırıp külüp ketivatqan yolçılar. Səhnələrdə qaş gözlərini oynatıp, cilvə qılıdığan usulçılar, hətta heç iş bolmağandək restoranlarda davam qılıvatqan bəzmə məşrəblərmi ғələt tuyulğan edi. Televizorlarda qızıған türlük programmalarını körüp, oqılıvatqan şadıman naqşılarga qarab özəmgə. Mən yoqulub ketivatıdı dəb çoqan salğan, sarasimiga düşkən til, muşu kişilərinin tili bolğıymitdi. Mən tutulup ketdi deb azaplanğan yaş boğullar muşularning farzandlarimidu? Ularga bəribir ikənğu. Qamaqlarni toldurğan yaşlar, so'roqlarda qiynalgan yaşanğanlar, bular üçün shuncha qimmatsizmi? Ular ajiba minglagan kishilarning qamoqda yashavatganligini bilmamdu, deb azobliq pichirlig'inimni unutmayman. Qamoqdan chiqib birer ay o'tkicha tamoq oldimga kelganda qamoqda ichgan umashlar, kamirda qolgan do'stlar ko'z oldimga kelib, soqchini ko'rsam, so'roqchilar esimga kelib olib, parishon yurdim. Shu jarayonlarda bir ishga diqqat qildim. Men borgan yerda do'stlar iloj qilib, qamoq, turma degan gaplarni chiqarishni xohlamaydi. Anam və uruq tuqqanlarımmo məndən qamoq hayotimga oid hech nima so'ramagan edi. Hatto boshqalarning shu temani tilga elishinimi cheklaydi. Shu tarzda birer aydan keyin menmo kulki chaqchaqlarga ko'ndim, to'ylarga bordim, so'rinlarda chaqchaqlarga qetildim, kuldim, kuldirdim. Burun nima uchun 40 nazar qilindiganligini, musibat tutishning 40 kunda oyoqlashadiganligini bilmagan ekanman. Qamoqdan chiqqandan keyinki bir oyda o'zimning qamoq hayotimni xuddi normal hayotdek his qilib, qamoqdagi kechmishimni normal kayfiyatda bayon qilishga boshlaganimdan keyin 40 ning sirini anqirib qoldim. İnsan 40 kunda ko'nadigan. Shu 40 kunda kechmishlar hikoyaga aylanadigan. Azobli kechmish ta'sirlik hikoyaga aylanganda, ba'zida uning kulkulik taraflarini tanlab so'zlashga boshlaydiganmiz dehi. Buni doktorlar immunot paydo bo'lish deydigan. İnsan har qanday azobga duchor bo'lib, ma'lum mezgil o'tgandan keyin o'zida shu azobga qarshi immunot shakllantirdi ekan. Manga 6 yil burun kelgan kun hozir millionlagan Uyg'urning beshiga keldi. Shu million insonning millionlagan urug' tuqqanlari azobdan sarang bo'lib ketdimi? Yo'q. Xuddi bizning oilada men qamoqdan chiqishdan burun 2 to'y bo'lib, bir navra dunyoga kelib bo'lgandek, shu millionlagan insonlarning uylaridimi to'ylar bo'ldi, avlodlar tug'ildi, meyitlar ko'mildi, hayotlar kuldi, kuldirdi. Turmush suvdek shaqirab aqdi. Chunki hammaylanga kundek oydinki, o'lganning kaynidan o'lgili, tutilganning kaynidan kamirga kirib yetishib bergili bo'lmaydi. Biz o'zimiz uchun, qamalganlarni qutqizish uchun yashamasak bo'lmaydi. O'lib bersakmi, yig'lab sarang bo'lib ketsakmi, hech nima o'zgarmaydi. Bugun muhojiratda hammalarning yuragi yara. Ammo har kuni yaralangan bo'ridak yorimizni yalab, tapchigan qonga qarab, ochiq yosh to'kibli yurgili bo'lmaydi. Yara ko'ligancha qanaydi, qanigancha bizni hol sirtidi. Biz muhojiratda xizmat, bala, uy degan g'amlar bilan to'lgan ig'ir beshimizni tek tutib, tutilgan qarindoshlarimizning azobini yuraklarga ching tengib, ba'zida turmushga hopash bo'lib, ba'zida hayotni yudib,
yaşashimiz shart. Yashash uchun chiqqan ekanmiz, osmondan tosh yoqqan taqdirdimi kulishdan voz kecholmaymiz. Albatta, bu jarayonda ba'zida yig'laymiz, ba'zida kulimiz, ba'zida atayin kuldirimiz bir-birimizni. Biz kulishni xohlaymiz. Bizni yig'latgan, seg'indirgan, har bir giyosiga zar qilgan vatandan chiqqan kulkilar bizni texmo ishchimizdan kulishga undaydi. Vatandan chiqib turayotgan g'o'ji yumurlari, Barat Mochan, kuldir, cho'lpan keldi, Yipak yo'li sadosi deganlarni ko'rdiganlar xeyli ko'p. Mendak Qashqarning to'pisiga milinib cho'ng bo'lgan odamga to'rlarda eqib yurgan "Ufkum, manqaylslar, shajma mava" degan gaplar yiqimliq anglanib ketadi. Mencha hamma yurtning gapi o'ziga yiqimliq. Uyg'urning kulkisi hammalarga tatliq. Chunki biz ulardan tasalli topamiz. Vatanda aytilayotgan naqsha, deyilayotgan kuldirga, so'zlanayotgan chaqchaqlarni ko'rishni benormallik, Xitoyning planiga moslashganlik, qasdan o'ynalgan suiqasdga agishish deyishdan burun o'zimizdan bir savolni so'rab boqqanimiz yaxshi. Biz har kuni yig'lab yashamdik, yig'lab yashay olamdik. Biz yashagan hayotda, biz kulgan daqiqalarda vatandagilarning haqqi yo'qmi? Ular tomoshabin bo'lib kulsa, san'atkorlarimiz artist bo'lib ularni kuldirsa, nari yomon? Bizning kulishga haqqimiz bor, vatandagilarning yo'qmi? Vatanda chiqayotgan san'atlik programma kuldirgiliksin va qisqa filmlarning siyosiy orqa ko'rinishi yo'q emas. Ammo hammasi siyosiy tashviqotmi emas. Agar qip-qizil bo'lib ketsa, xaridori bo'lmaydi. Ishlagan shirkat, e'lon bergan korxona ziyon tortadi. Vatandagi san'atni Xitoyning suiqasdi deyishdan burun shu nomerlarning ostiga yozilgan, lipildab ko'zga tashlanib turgan e'lonlarga qarab baqdiqmi? Har bir e'lon pul deb jilva qiladi. Shu chiroyli xonimlarni kulimsirab, jazbilik so'zlarni qilishga undavatqini mazkur programmaning ko'rilish qitim soni. 2013-yili vatanning sahnasini qizitgan Ipak yo'li sadosi, talant sahnasi, aql bog'chisi, Nava programmasi, Mashrab deganlarning hammani Xitoy hukumati chiqim qilib qo'yg'izgan emas. Hammasining keynida pul deb besilayotgan bir kurak bor. Bu kurakni besilayotgani savdogarlar va shirkatlarning e'lon orqali to'ntilayotgan mahsulotdi. Ularni san'atga chiqim qildirib turg'izmayotgan narsa 12 million Uyg'ur iste'molchining yanchuqidagi qizil qog'ozlar. Vatandagi san'at nomerlari chet elga qandoq chiqadi? Iqtisodshunoslik ilmida ehtiyoj ta'minlashni keltirib chiqirdi degan nazariya bor. Demakchi, nada ehtiyoj bo'ladi ekan, shu yerda ta'minlash bo'ladi. Muhojiratdagi Uyg'urlar vatanda ishlangan do'ppa, tumoq, atlas, chalg'u, konvoylarga ehtiyojliq bo'lib edik. Istanbulda do'konlar ochildi. Biraylan manbasini so'rab baqdiqmi? Buning Xitoyning helisi ekanligini o'ylab baqqanlar bormi? Mencha bor bo'lsa-mu ko'p emas. Biz beshimizga kiygan moddiy mahsulot do'ppini Xitoyning o'yini demagan ekanmiz. Nima uchun odam kuldirishdan boshqaga yaramaydigan ma'naviy mahsulotlarni Xitoyning suiqasdi deb qarab olamiz? Xatarni xatar demay, vatandan do'ppi tumoqlarni chiqargan Uyg'ur savdogar Xitoyning WeChat, Weibo, Youko degan kanallardan shu kulki chaqchaqlarni tushirib tarqatmasmi? Agar hech birimiz ko'rmagan bo'lsak, shuningdan kirgan e'lon bilan 4 tanga tepib xarajat qilmagan bo'lsa, nima qiladi? Ularni soatlab tushirib, avar bo'lib to'rga yo'llab. Albatta,
Ондақ вәтәнден шыққан силларны торға қойғанлар ішінде сәнәтні сөйгенлігі үшін, башқаларға күлкі ата қылыш үшін, пәрзентлерге ана тіл өгітіш үшін мехнет сыңдырып атқанлармы көп. Xitayning sahnaga chiqarg'ini бар, bo'lib atidi, hamda bo'ladi. Ammo uning dunyoga ko'rsatib, zulmni aqlamoqchi bo'lg'ini ko'pincha bizning emas, Uyg'urcha kiyingan Xitoyning artistlari. Ular har qaysi yurtlarning maydonlarini to'ldirib, Uyg'urcha kiyinib, naqshi muqam to'layotidi. Xitoy Uyg'ur san'atini qo'llayotgan ishmi yo'q? Xitoy hukumati san'atkorlarimizni biz tasavvur qilgandek usulga selishning aksicha, ularni chakar ishchilarga, bekorlik emgakchilarga aylantirib bo'ldi. Vatandan chiqayotgan filmlarni Xitoy atayin chiqarib, bizni kuldirayotgan yo'q. Xitoy muhojiratdagi bizlarning kulishimizni emas, azobdan tugishib ketishimizni orzu qiladi. Xitoy o'zi solgan dardlarning bizni dardman qilib, xarob qilishini umid qiladi. Uyg'urda o'limdan boshqasi tomosha degan maqol bor. Bu maqolga 10 yilda bir kichik tavrinish, 30 yilda bir cho'ng qo'zg'ilish qo'zg'ab, qirilib tursimi bosh egmagan, o'ltirsimi tez pukmagan bir millatning hayotga bo'lgan qizg'inligi, yashashga bo'lgan tashnaligi, hayotni yashnatadigan san'atga, mashrabga, kulki chaqchaqqa bo'lgan herismanligi mujassamlangan. Şoňa bu millat 1944-yildagi Eli inqilobida kunduzda düşman bilan urushsa, kechisi mashrab qilishni qo'ldan bermagan. Jangchilarning mursida ravob bilan miltiq, tangli esiqlik edi. Shu chaqdagi Uyg'ur hozirmi hayot? Vatandagi va muhojiratdagi vatanga tashna Uyg'urlar ashu ezilmas ruhning varislari bo'lg'achqa, bo'layotgan shu qadar zulmga sarang bo'lib, ishtonni boshqa kiyib, chiqib ketmay yashayapmiz. Biz vatandan musibat nomining chiqishini, tutilgan, kesilgan shum xabarning chiqishini kutmaymiz. Vatandan kulkimi chiqsin, kuldirdiganlar üzülmesin. Naqşılar üzülmesin. Xalqimiz bir pas bo'lsimi azobni unutsin. Biz bir kun bo'lsimi kulgan Uyg'urni ko'rib yashayli. Qarindoshlarning tabassumliq chiroyiga qinib yashayli. Shu san'atlik nomerlardan bilayli, kimlar hayot, kimlar saq, kimlar Urumchida, kimlar surgunda. Yig'layapmiz, azobda o'rtinavatimiz. Bundaq chaqlarda ko'zimizga kulganlar, o'yin chaqchaqchilar chiroyli ko'rinmaydi. Ammo dunyoning biz yig'laganda tang yig'lash majburiyati yo'q. Bizning yig'i bilan nervimizni qardan chiqirdigan Xitoyning orzusi bo'yicha tugishib ketish xiyolimizmi yo'q? Necha yillik yig'imiz bizni yig'lashga, yig'lanili ko'rishga, azobimizni yig'i bilan to'kishga xumor qilib qo'ymasin. Hech kimning yig'i bosgan miskin yuzlarni ko'rgisi yo'q. Hech kimning og'zi ochganlardan haqiqat izdigisi yo'q. Haqiqat bizning mishildigan yig'imizda emas, azobimizni isbotlaydigan aqli bayonlarimizda, aqalli paketlarimizda va mardona harakatimizda. Yig'imizni san'atga, paketga, hujjatga aylantirib kitob yozayli. Kundalik xotir yozayli. Naqshi aytayli, dramma o'rinlayli. Hasratlarni kinoga, filmga, usulga aylantirib namoyon qilayli. Xotirjam bo'layli. 4 Uyg'ur muhojiratda naqshi aytqiniga dunyo bizni artist bo'lib ketibdi, qo'llamayli demaydi. 5 Uyg'ur vatanda kuldirga o'rinlaganga insoniyat Xitoyga qarshi maydonidan yenib olmaydi. Xitoy millionlagan Uyg'urni qamab, ularni chakar ishchilarga aylantirib, turmalarni to'ldirib bo'lib, sahnada yig'ib kelsimi, yuz chiqmaydigan artistni har kuni o'yin qo'yg'isimi,
adolatning ko'ziga yog'och tiqib ko'r qilolmaydi.